Chen Chuango qandaq odam? Xi Jinping nima uchun qattiq qo'l Chen Chuangodan voz kechish kerak? Tarjima qilguvchi Uyg'ur Pidoi tarjimonlar guruhidan Bilmasjon. 2019-yili 6-dekabr. Muxbir Chen Chuango bo'lsa Xitoy Kompartiyasining Xinjiangga tayinlangan sekretari. U G'arb dunyosida eskilikda nomi chiqib tonilib ketdi. Nurg'un kishilar Xinjiangda yuz bergan ishlarga u yetakchilik qilyotidi deb qaraydi. Mushundaq deyishga bo'lamdi? Maju, to'g'ri. Chunki u Xi Jinpingning buyrug'ini ijro qilguvchi. Ammo navbatdagi ahvolga qaraganda u Xi Jinpingning buyrug'idan g'olqibmi harakat qilayotgandek ko'rinyotidi. Uning qilayotganlari Xinjiangni idora qilishning cheksizligidan allaqachon o'tib ketdi. U o'zi ashundaq oshiribdimi yoki Xi Jinping shundaq o'rlashtirdimi? Buningga hukm qilganға navbatda bizning unchalik aniq asosimiz yo'q. Qandaqlı bo'lmasin, u butun dunyoning, hatto Xinjiangdagi Xitoy amaldorlarining ayblashiga uchrayotidi. Shu yerdagi oz sonliq millat amaldorlari va hatto Xitoy amaldorlarimi uning chekdan oshgan qilmishlariga bardoshlik berolmaydigan holga keldi. Chen Chuangoning tarixi bak qiziqarli. Biz avval uning qisqacha tarjimahalini ko'rib boqaylik. Chen Chuango 1955-yili oktyabrda Xinanda tug'ilgan. 1973-yili oktyabrda xizmatga tushgan bo'lib, 1976-yili fevralda Xitoy Kompartiyasiga a'zo bo'lgan. U 1981-yili avgustda Zhengzhou universitetining iqtisod fanlari fakultetida siyosiy iqtisod kasbini to'liq kurs bo'yicha bitirgan. 1997-yili aslidagi Wuhan sanoat universitetining iqtisod fanlari magistrligini bitirib, 2004-yili Wuhan sanoat universitetida boshqarish ilmi bo'yicha doktorlik unvoniga erishgan. Albatta, bu degan amaldorlarning doktorligi. U yana 17-navbatlik Markaziy komitet kandidat a'zosi. 18 va 19-navbatlik Markaziy komitet a'zosi. Siyosiy byuro a'zosi bo'lgan. Henan o'lkasining muavin sekretari bo'lgan. U yana Xibey o'lkasi xalq hukumatida o'lka boshliqlik vazifasini o'tagan. Shizang avtonom rayonining partkom sekretari bo'lgan. 2016-yili avgustda Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonining partkom sekretari bo'lgan. Uning xizmat o'tash vaqti eng uzun bo'lgani o'ttiri tuzlanlikdagi Xinanda amaldor bo'lgan vaqtidir. U nihoyatda tuvan darajalik amaldorlikdan oz-ozdan yuqori o'rilgan. Kishilar Xinandagi amaldorlarning ichida bundaq o'zliksiz o'rlab mang'algan amaldorlar uncha ko'p emas deb qaraydi. Uning ikki tayanch kuchi bor bo'lib, biri Xitoy Kompartiyasi Markaziy siyosiy byurosining doimiy hay'at a'zosi, Davlat ishlari idorasining bosh ministri Li Keqiang. Yana biri bo'lsa, Xitoy Kompartiyasi tashviqot ministrligining asosiy mas'uli, shundaqla Markaziy siyosiy byurosining doimiy hay'at a'zosi bo'lgan Li Changchun. Chen Chuango haqida ko'pchilikka tafsilroq qilib aytib o'tmoqchi bo'lgan bir ish bo'lsa, Xinandagi aydiz kasali vaqasi. Ko'rurmanlar hammasi Gao Yaojie xonimni biladi. Bu xonim burun Erkin Osiyo radiosi muxbirining ziyoratini qabul qilganda, Chen Chuangoning Xinan o'lkalik tashkilot bo'limining boshliqlik vazifasida turayotgan vaqtida, ayni vaqtdagi Xinan o'lkalik sahiya nazoratining noziri Liu Chuanxini ko'p qo'llaganligini, ya'ni ayni vaqtda aydiz kasalining yoshirin holda necha 10 minglagan odamga yamrab ketishidek vaqada Chen Chuangoning bir kishilik hissi borligini oshkorlaydi. U yana Chen Chuango bilan bir necha qatim yuz ko'rishganligini, ham shundaqla Amerikaga kelishdan burunmi Chen Chuangoning uni bir necha qatim izlab kelganligini deydi. Bu xonim nazarband qilingandimi Chen Chuango kelib ko'rishgan. Nurg'unlagan kishilar Xinandagi aydiz kasali vaqasi bir taraf qilinmagan, ya'ni hech kimning mas'uliyati surishti qilinmagan bo'lib, buning parda orqasida Li Changchun, Li Keqiang bo'libmi Chen Chuangodek asosli javobgar bor deb qaraydi.
Chen Chuangu 2016 yılı Ağustosda Şinjanның әң али дәрежелік әмәлдары болып тәйінленген. Кәң кеткен bu zımında 25 milyon ətrafıda ahali yaşaydıgan болып, bunun içinde zor köpçülüki İslam diniga etiqad qiladigan musulmonlardan ibaret. 1 milyondan artıq musulmonning tərbiyələş lageriga solanğanlığıdək xəbərlər Chen Chuangu huquq tutqandan keyin tarqılışqa başlagan. Beijing burun bu sonliq ma'lumotni inkor qilgan bo'lib, buni Uyg'urlar bir qator terrorlik hujumlarini qilgandan keyin oshqunlik va bo'lgunchilikning oldini olish uchun ochilgan kasbiy tarbiyalash markazi deb ko'rsatgan. Chen Chuangu 2011-yildan 2016-yilgacha Shizangda vazifa o'tagan. U Shizangliklarning bir qator qarshiliklari va Budda diniy murtlarining o'zini ko'ydirib olish vaqalaridan keyin Shizangning atalmış tartibini qaytadan qurib chiqqan. Uning Shizangni idora qilishdagi vositalarining biri bo'lsa, har 500 metrda birdan saqchi punkt qurish bo'lib, u bu qattiq qo'l siyosatini Xinjiangga elib kelgan va texmo qattiq qo'llik bilan ishlatgan. U vazifaga tayinlangan birinchi yilida xizmatga qabul qilgan bexatarlik xodimi uning Shizangda 5 yilda qabul qilgan bexatarlik xodimining umumiy soni bilan tenglashadi. Fransiya axborot agentligi Germaniyadagi Xinjiang masalasi mutaxassisi Deng Ngoning so'zini naql keltirib mundaq degan. Chen Chuanguning oz sonliq millatlarga qaratgan vositalari Xitoy Kompartiyasining ichida yangilik yaratdi deb qaralib kelgan. Ya'ni Xitoy Kompartiyasi ichki qismidagilarning hammasi degudek uning ommini bo'libmi oz sonliq millatlarni tizginlash, boshqarish usulida ko'plagan yangicha vositalar bor. Uning ijod qilgan siyosatlari mustaqillik xohishi bo'lgan oz sonliq millatlarni Xitoy Kompartiyasining yo'lida mengishga majburlaydigan qattiqlikda voyaga yetgan siyosat deb qaraydi. Fransiya axborot agentligi qo'lga tushirgan Xitoy Kompartiyasining ichki qism hujjatlari Chen Chuanguning Uyg'urlarni qayta tarbiyalash lagerlariga qamashning tarbiyalaganda maktabga o'xshash bo'lish, boshqarganda harbiy qismga o'xshash bo'lish, amonlik saqlaganda turmaga o'xshash bo'lish degan o'lchamlik talabini oshkorladi. Bu chaqiriq dal Xinjiangda allaqachon o'zini oshkorlagan bo'lib, hamma odamni tarbiyalab, o'xshash ong formasiga ega qilish, hamma odamning har taraflama tushunchalarini, o'rgangan savodlarini cho'qim opmi o'xshash birdek qilish, jamiyatga bo'lgan, xalq ommasiga bo'lgan bo'libmi oz sonliq millatlarga bo'lgan boshqarishni harbiy qismda buyruq ijro qilgandek qilish. Har qanday odamning biroqla tegi taktiga yetish, hamma tafsilotlargacha yegan, ichgan, chiqarganning hammasini boshqarish, amonlikni saqlashda turmaga o'xshash bo'lish. Xinjiangni hozir kishilar bir nihoyat cho'ng turmaga o'xshatadi. Mana bular uning yuqorida tilga olgan 3 jihatdagi o'xshash bo'lishlarini ko'rsatib berdi. Xinjiang hukumati Chen Chuangu vazifaga o'ltirgandan keyin doiralarning nazorat qilish vositalarida yangiliklarning yaratilganligini da'vatidi. Masalan, xohlagancha kimlik tekshirish, chiroy farqlandiradigan texnikalik nazorat, saqchi punktlardan har 100 metrda birisining bo'lishi. Burun Shizangda har 500 metrda birisi bo'lsa, Xinjiangda har 100 metrda birisi bor. Chet elga qochib chiqqan Uyg'urlarning oshkorlashicha, burut qo'ygan, uzunroq kiyim kiyganlarni qayta tarbiyalash lageriga akirib ketgan. Nurg'unlagan internet vositalari Chen Chuanguning kiyim-kechak kiyish, chash soqol qo'yish ishlaridimi uning harbiy qismdagilardek boshqarish o'lchamlarining borligini oshkorladi. Sun'iy hamro orqali Xinjiangdagi yig'ib olish lagerlarini tadqiq qilgan Kanada Kolumbiya universitetining tadqiqotchisi Zhang Wenshao Chen Chuanguni qonunning sirtida xohlagancha tutish, qamash qatorliq jihatlarda 40 yildan buyongi Xinjiang amaldorlarining ichida zarba berishchanligi eng yuqori bo'lgan amaldor ekanligini o'tirg'a qo'yadi. Ya'ni 1978-yildan boshlangan islohot ishini ichib etishdan keyingi bu 40 yilda Chen Chuanguni zarba berishchanligi eng cho'ng bo'lgan amaldor demakchi. Chen Chuanguni hozir butun dunyo bo'yicha bilmaydigan odam qolmadi deyishga bo'ladi.
Amerika Avam Palatası 3. oktyabr Uyghur Kişilik Hukuk Kanunini ma'qullab, Prezident Trump'dan Xinjiang va munosabatlik amaldorlarni jazolashni talab qildi. Bu Amerika Kişilik Hukuk Kanun loyihalarining ichidagi konkret javobgarlarning ismini bevosita atagan qonun loyihadir. Fransiya axborot agentligi mutaxassislarning so'zini naql qilib mundaq dedi. O'rta Osiyo bilan chegaralanadigan Xinjiang bo'lsa, 2013-yili yo'lga qo'yilgan bir belbog' bir yo'l qurilishining halqiliq o'rni. Xinjiang'u Xi Jinpingning obro'yini g'albilik holda qo'g'diy olamdi yo'q. Oxirgi hisobda 2017-yili bu xonalik amaldor Xitoy Kompartiyasi 19-navbatlik siyosiy bürosiga kiraladi. Shuning bilan u Xitoydagi 25 nafar eng huquqdor shaxsning biriga aylandi. Muxbir: Siz so'zlagan tafsilotlar Xinjiang'ning bir qadar to'liq tarjimali ekan. Ham bularni uning ilgariki ulug' tuhfalari deyishga bo'ladi ekanda. Maju: Bu xil ulug' tuhfalar sonsizlagan kishilarning azob-uqubatlari ustiga qurilgan. Hamda bu xil ulug' tuhfalarning tarix tarafidan tashlanib ketishi muqarrar. Xi Jinpingning Xinjiang'ni tashlab etadigan kunlarga ancha uzun vaqt qolmadi. Ko'plagan analizchilar Xinjiang o'zining qilmishlariga mas'ul bo'lgan vaqt keldi deb qaraydi. Gerçi Xitoy Kompartiyasi Xinjiang masalasi hamda Amerikaning Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasi to'g'risida inkos qaytargan yoki mundaqcha aytganda qarshilik bildirgan, hatto qaytarma hujum qilgan bo'lsa-mu, Xitoy Kompartiyasining hozir elib chiqa oladigan qarshilik siyosati yoki qarshilik iqtidori hozirlangan emas. Xinjiang cho'qim o'zining qilmish etmishlari uchun javobgar bo'lishi kerak. Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasi garchi Hong Kong kishilik huquq qonun loyihasidan keyin chiqqan bo'lsa-mu, o'xshamaydigan yeri buningda javobgarlarning ismlarini bevosita atagan. Hamda davlat ishlari idorasi cho'qim 120 kunning ichida Xinjiang kishilik huquq ahvolini doklad qilishni talab qilgan. Hem shundaqla davlat ishlari idorasida maxsus xodim bu ishlarni bartaraf qiladi. Shuning bilan bir vaqtda balkim nurg'un do'stlar diqqat qilgan bo'lishi mumkin. Bu kishilik huquq qonun loyihasining ismi Xinjiang Uyg'ur va boshqa oz sonliq millatlarning kishilik huquq siyosati. Siyosat degan bu so'zning bo'lishi burunqi boshqa qonun loyihalari bilan o'xshamaydigan yeri. Uningdan sirt bilet tashlash jarayonida palata boshlig'i Pelosi odatda bilet tashlamaydigan bir odam qo'llash bileti tashladi. Bu kishilik huquq qonun loyihasining boshqa kishilik huquq qonun loyihalari, boshqa davlatlarning kishilik huquq qonun loyihalari ham shundaqla bu qitimqi Hong Kongning kishilik huquq demokratiya qonun loyihasiga qaraganda mazmun va kuchaytirish darajasi o'xshamaydi. Chunki bu 21-asrda odamning ishongisi kelmaydigan darajadagi kishilik huquq opti deb qaralib kelmoqda. Muxbir: U bu yil 64 yoshga kiribdi. Biz muzokara qilayotgan nurg'un odamlar 65 yoshdan oshgan bo'lsa-mu, yanali vazifasida o'ltiryotidi. Sizningcha u kelar yili vazifasidan ayrilarmi? Maju: Undaq bo'lmaydi. 65 yosh degan Xitoy Kompartiyasi belgilagan ministr darajali kadrlarning pensiya yeshi. Xi Jinping taxtga chiqqandan beri uning xohishi bu tuzumlarga un-tinsiz ta'sir ko'rsatadi. Bizmi burun ministr darajali kadrlarning qancha yoshda pensiyaga chiqadiganligini muzokara qilib boqqan. Ba'zilar Xi Jinping 20-navbatlik xalq qurultiyi yig'indan keyinmi tushmaydi deyotdi. Şuna burunqi talab bo'yicha taxtdan tushishni deyish bir oz qiyin bo'layotdi. Balkim uzrishi mumkin. Xinjiang'dek bundaq siyosiy byuro a'zosiga nisbatan aytganda taxtdan tushish yeshi burun 68 yosh edi. Hozir qancha yosh bo'lishi mumkin? Balkim 70 yosh va balkim 72 yosh. Xinjiang qat'iy kechirgili bo'lmaydigan darajadagi bundaq bir jinoyatni sodir qilgan bo'lsa-mu, Xitoy Kompartiyasi o'zining xatoligini bo'yniga olamdi. 1952-yildagi Xi Jinpingning dadisi Xi Zhongxunga o'xshash Wang Jin va Deng Liqianglardek Xinjiangda xatolik o'tkazgan amaldorlarni almashtirib etamdi.
yoki Ши Цзиньпиннің бұйрығы, yo'l yo'riqlari Şinjanni idora qilish siyosatini ijro qilishda zo'r ajr qilgan bundaq bir amaldorni qo'g'dab qolamdi. Buni Ши Цзиньпиннің kelgusida oz-sonliq millat rayonlariga qandaq siyosat yurgizganligiga qarab aniq ko'rib olish mumkin. Növətdə Şinjan мәселесini qandaq bir taraf qilish Xitoy Kompartiyasining nihoyat qiyin bir masalasi bo'lib qoldi. Balkim butun dunyo xalqi o'ylanayotgan masala bo'lishi mumkin.